Bu yuklamasi aholini bo'yniga tushmayapti. Toshkentda uylarimiz anchagina qimmat. 61 million 301 so'm to'langan. Ko'p qavatli uylarni boshqarish tizimi, issiqlik va ichimlik suv ta'minoti bu deyarli har bir fuqaroning hayotiga bevosita ta'sir o'tkazadigan yo'nalishlar. Ayni shu sohalarda amalga oshirilayotgan so'nggi islohotlar, raqamlashtirish jarayonlari hamda boshqaruv tizimidagi mexanizmlar bugun Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligida o'tkazilayotgan matbuot anjumanining asosiy mavzusiga aylandi. MyGo platformasi orqali davlat xizmatlari yo'lga qo'yildi. Ya'ni boshqaruv organlari birinchi navbatda reyestrdan ro'yxatdan o'tish uchun MyGo orqali ariza beradi. Bugungi kunda arizasiga asosan reyestrdan ro'yxatdan o'tadi. Undan keyin uyni qabul qilish uchun 51% protokollari, hujjatlari asosida billingga kirib keladi mening uyimga. Ochiq muloqot taqdimotdan boshlandi. Unda kommunal sohada joriy etilgan raqamli platformalar, Mening uyim axborot billing tizimi va turar joy milliy axborot tizimi namoyish qilindi. Endilikda ko'p kvartirali uylar bo'yicha boshqaruv kompaniyasi kommunal qarzdorlik, bajarilgan ishlar, rejalashtirilgan xizmatlar hamda murojaatlar holatini bir ilova orqali kuzatish mumkin. Mutasaddilar fikricha bu tizimlar ochiqlikni kuchaytirish va inson omilini kamaytirishga xizmat qiladi. Taqdimot davomida platformaning ishlash sxemasini tekshirish maqsadida bir xonadon misolida ma'lumotlar taqdim etishlarini so'radik. Hamma ma'lumot shakllangan. Uyning rasmlari, umumiy mulkdorlar soni, nechta murojaat kelib tushgan, hisoblangan majburiy badal va tushum. Boshqaruv organingiz, agar bilsangiz, ushbu boshqaruv kompaniyasi siz uyingizni boshqaradi. Mulkdorlar soni 72 ta, qarzdorligi umumiy 56 million hisoblangan bugungi kungacha, yil boshidan beri. Shundan 61 million 301 so'm to'langan. Bu qarzdorlik o'tgan yildan kelib chiqib, ustiga qo'shilayotgan qarzdorlik. Ya'ni bugungi kunda shuncha pul undirish nimasi bor boshqaruv organining. Uy to'g'risida umumiy ma'lumotlar bor. Bu yoqda lift ma'lumotlari bor. Uyda lift mavjud va liftni raqamlarida ishlab chiqilgan nimasi ma'lumotlari mavjud. Kelgusida mening uyim axborot billing tizimi va turar joy axborot tizimlari tarkibiga fuqarolar uchun yanada qulayliklar yaratish maqsadida sun'iy intellektni ham qo'shish rejalashtirilgan. Sun'iy intellekt rejalashtirilgan, sun'iy intellekt joriy qilish tizimga, ya'ni monitoring qilish, hozir ko'rsatilgan situatsion markaz bu boshlanishi, kelajakda buni nima bilan, sun'iy intellekt bilan boyitgan holda qaysi uyda qanaqa muammo borligi oldindan tahlil qilinib, analitika qilinib, ya'ni hamma tizimlar birlashtirilib, mening uyimga integratsiya qilingan holda uydagi muammoni oldindan analitika qilib turib, nima aynan muammo qiynaydi o'sha uyni, qaysi soha bo'yicha aynan murojaatlarni tahlil qiladi. Bu sun'iy intellekt yordamida murojaatlar, aholi tomonidan ko'plab tushayotgan murojaatlar oldin dom kesimida, keyin mahalla va tuman kesimida monitoring qilinishiga reja qilingan sun'iy intellekt bo'yicha. Borasiz o'sha ko'p qavatli uyda QR kodiga nima qilganingizda bemalol uy haqida qachon ta'mirlangan, konstruksiyasi qanaqa, qurilish materiallari hammasi bo'yicha ma'lumot olish imkoniyati yaratilgan. Hozir mana o'sha kerak bo'lsa o'sha narx-navoga ham ta'sir qilyapti. Chunki Toshkentda uylarimiz anchagina qimmat. O'sha uchun o'sha uyni yiliga qarab, o'sha kommunikatsiyasiga qarab, eskirgan, yangisiga qarab ham o'sha narxlarni belgilash imkoniyatlari umuman yaratilgan. Sohada raqamli boshqaruv tizimlari keng joriy etilishidan tashqari, issiqlik ta'minotida ham qator o'zgarishlar qilindi. So'nggi yillarda 150 dan ortiq investitsiya loyihasi amalga oshirilib, 173 ta qozonxona va 1274 kilometr issiqlik tarmog'i qurildi. Natijada 3800 dan ortiq ko'p kvartirali uy hamda 371 ta ijtimoiy obyektning issiqlik ta'minoti yaxshilandi. Energiya samaradorligi bo'yicha hududlarda 36 mingdan ortiq energiya tejamkor yoritish chiroqlari o'rnatildi. Respublikada 17838 ta lift mavjud. 2026-yilda 750 ta liftni ta'mirlash va yangilash rejalashtirilgan bo'lib, hisobot davrida 542 ta liftda ishlar yakunlangan. Uy-joy fondini saqlash va ta'mirlash bo'yicha esa kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik doirasida 6686 ta uyda tomlar, kirish yo'laklari, muhandislik tarmoqlari, yerto'lalar va fasadlarni ta'mirlash ishlari davom etmoqda. Hukumat qarori asosida 514 ta uyning ichki issiqlik tizimi tiklandi, yana 81 ta uyda qurilish-montaj ishlari olib borilmoqda.
Bugungi kunda vazirligimiz huzurida kompetensiyani rivojlantirish institutini tashkil qilingan va ushbu institutda boshqaruv tashkiloti rahbarlarining malakasini oshiryapmiz. Sertifikatlar bilan ta'minlayapmiz va santexnik, elektrik ishlanganlarni ham malakasini oshirib, mana kommunal ta'minot markazlarimizda, monomarkazlarimizda, liftyorlarimizda ham o'qitib, bugungi kunda o'sha professional darajasiga yetkazish uchun vazirlik tomonidan ko'plab ishlar amalga oshirilyapti. Alohida har bitta uy uchun alohida litsevoy shodlar tashkil qilingan. Har bitta domni mablag'i o'sha mulkdorlarning to'layotgan majburiy badal o'sha litsevoy shodda tushyapti hozir. Xalq buni nazorat qiluvchi, xalq o'zini pulini qayerga maqsadli ishlatayotganini ko'rib borish imkoniyatini vazirlik yaratib bergan. Lekin buni endi davom ettirish o'sha mulkdorlarni o'zini mulkiga nisbatan daxldorligini kuchaytirishimiz kerak. Va pulimiz qayerga ketayotganligini, pullar qayerga ketayotganligini o'zlari nazorat qilmasa, chetdan kelib boshqa kishi nazorat qilmaydi. Chunki boshqaruv usulini o'zlari tanlagan, o'zlari saylagan, uni olib tashlash ham, qoldirish ham u mulkdorlarning o'zini zimmasida hisoblanadi. Matbuot anjumani davomida senatorlar va vazirlik xodimlari o'rtasida qiziqtirgan masalalar yuzasidan savol-javoblar o'tkazildi. Bugun agar e'tibor bersak, har bitta uy oldida mashina qo'yish uchun o'sha stoyankaga joy ajratilgan. Qavatli uyda 80 ta kvartira bor va hozir aholi nima qilyapti? Ular o'sha 300-350 mingga temir to'siqli qulf olib kelib o'rnatishyapti. Ertalab mashinasini olib ishga chiqib ketadi, keyin kechki payt kelganda va kunduz u yerdan u odamdan boshqa hech kim foydalana olmaydi. Men so'ramoqchi bo'lganim, boshqa fuqarolar xuddi shu holatda rasmga olib, o'sha mening uyim axborot biznes tizimida BSKga yoki shirkatlarga murojaat qilishsa, shirkatlarning BSKlarning vakolati bormi bu masalaga yechim berishda? Biz xohlaymizmi yo'qmi, mana 1000 qonun qoidalarida yozilgani bilan bitta xonadonga bitta stoyanishni место qilganimiz bilan bitta xonadonda bugun erida ham, ayolida ham, bolalarida ham mashina bor-da. 3-4 tadan mashina bor. Bundan keyin o'zi shaharda shunaqa konsepsiya bo'lyapti. Город для людей deydi, piyodalar, peshoxodlar. Piyodalar uchun imkoniyatlar ko'paytirib boraveriladi. Bundan keyin yashil zonalar, betonning o'rniga yashil zonalar, avtomobillarning o'rniga piyodalar yo'laklari ko'payib boraveradi. Bunga yechim sifatida avtomobillarni ham ko'p qavatli qilib joylashtirib, o'sha dvorga kirishda joylashtiradi, dvorga piyoda yurib kiradi. Mana shunaqa qilamiz. Boshqaruv organlarini reyestrdan chiqarish tartibi qanday? Bu ularga bosim sifatida qabul qilinmaydimi? Albatta, Vazirlar Mahkamasining 47-sonli qarori bor. 47-sonli qarorda demak ko'p qavatli uy-joylarni boshqaruvchi tashkilotlarning boshqaruv organlarining reyestrini yuritish hamda ularni reyestrdan chiqarish tartibi belgilangan. Bu yo'nalish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qarori bor, tartib, qoida bor. Demak, bitta masalaga to'xtaladigan bo'lsam, demak, boshqarish qoidalarini buzish bu vakolatli organ, bu qurilish sohasida nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan amalga oshiriladi. Demak, o'sha jarayonda bir yil kalendar yili davomida demak 3 marta boshqarish qoidasini buzgan taqdirda bu belgilangan tartibda demak reyestrdan chiqarishga sabab bo'ladi. Albatta muammolar ko'p. Biz bu yanada buni takomillashtirishga, yanada bir o'sha xalqimizga sifatli xizmat ko'rsatishga, murojaatlarni o'z vaqtida bajarishga harakat qilamiz. Va qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun katta rahmat. Va bugun men o'zim shaxsan vazirlik tomonidan berilgan ma'lumotlardan qoniqdim. Chunki bu axborot billing tizimi endi ishga tushyapti, endi yo'lga qo'yilyapti va biz har doim aytamiz, qaysidir hujjat yoki bir platforma ishga tushgandan keyingina uning kamchiliklari ko'rinadi. Bugun senatorlar o'zimizni oldimizda turgan va aholimiz ko'tarayotgan muammoli masalalarni bugun ko'tardik va o'ylayman, qandaydir kichik kamchiliklar bo'lsa, bu ish jarayonida hammasi bartaraf etiladi.